Buni otini zagrushka deydi. Zagrushka. Bu qo'limdagi Nexia'ning zagrushkasi. Bu antifrizga yurish uchun moslashtirilgan bu zagrushka, ya'ni chirimasligi uchun antifrizda yurish kerak buni. Yaxshi yurish uchun. Bu qaranglar mana buni. Mana teshilib qo'ygan mana. Bunday qilsanglar naryoqqa ko'rinadi. Bu zagrushkada bu chirib ketganda bu mana. Bu mashina suvda yurgan bu. Mana mashinalar mana zagrushka qoqilyapti. Hamma zagrushkasi almashyapti mana. Sayt bo'la qatirayapti. Buni almashtirish ham oson emas. Boshqa emas. Nexia'niki tem bo'ling. Iltimos, bu suvda yurmanglar. Suvda yurgani bu chiqarilmagan bu mashina. Bu antifrizda yurish kerak, yozin, qishin. Bo'lmasa mana ustaxona yurasizlar, tayimdan suv oqyapti deb shunday xizmatlar kerak bo'lsa, doim Asaka Avtomasterga aloqaga chiqib olasizlar. Nura Kastalova to'g'risida shippada kelib aytsanglar, qanaqa suvda yurgan tanishlarga tashab qo'yamiz. Zagrushkasi borlarga. Akalar, suvda yurmanglar, antifriz tozasi yuringlar. Kelsanglar antifriz tiniq qilib almashtirib, cho'tki qilib quyib beramiz.